Ağızdan hiç kaçan ondaq sert gaplar çıqadigan çaqçaqçılar emas. Onun keyinki men bay ismini atab o'tgan çaqçaqçı ustozlarimiz ama ağızdan onda sert gaplar. Mehmanni xijolat qildigan, mehmanni isat atqizdigan ana çaqçaqlar bo'lunmaydi. Hozirgi shu bir nechisi ishni chataq qilayotgan shu bir nechisi, so'rinda shu bir nechisining og'izdan uyassiz gaplar, opam, hatto o'zining mushu opam, ayoling degandek mushtaq sert iboralarni chiqarib, ham bizning bir yurtning bir madaniyatiga yomon zo'r ta'sir qo'zg'ab ketib bek uyatsiz ish qilib ketib dedim o'qularim. Mush gapimni anglayotgan bo'lsanglar, his qilgan bo'lsanglar, agar chaqchaqchi emas bo'lsangiz, chaqchaq so'rini hozirlaganda yak masala chayqagan vaqtida chaqchaqchilarga mush gaplarni bir deb qo'yishinglarni umid qilmaymiz. Izoh atib qo'yapmiz boshqa yurtlarning oldida, boshqa xizmatdoshlarimizning oldidami, bunday ko'rsatsizmi? Ama uyatsız gaplar bo'lib ketdi. Ma bir yurtning madaniyati buni xohlagancha buzdigan undaq huquqimiz yo'q. Chaqchig'imiz kamisa birdan turib tursak, 2 yilda emasmi chaqchaqni oldirmay, hamda kichikgina bir narsani talishib, bu yerda bundaq qilib bir yurtning madaniyatini undaq bulg'asak, meningcha baklam sat. Men bu gapni shu kuldir programmasidami fursat deb dedim. Onun aldidiki Talant Science programmasının mavjudin chaqchaqchi bolalar kelgan vaqtida Moşu gapni fursat tepib, moşu chaqchaq haqida moşu gapni dedim. Endi xeyli yetarlik ta'siri bo'ldi, lekin hozirgi ahvoldan qaraganda yana bir nechanglar moşu ishga diqqat qilmayapsizlar. Men naq maydon bo'lg'ashqa, mana da'vatim ham to'g'ri bo'ldi-ku, naq maydonda deysak. Shunlashqa oddiy so'zlarim bilan shuni deyitmenkin, ili chaqchig'i qandaqdir bir adamning shaxsiy mulki emas. Bir yurtning madaniyati. Shuning uchun bu tarafini o'ylab qo'yishinglarni o'tinimiz.